dindan qaytara olmadi. O'g'lining o'z so'zida qat'iyligini bilgan ona uni uyidan haydab chiqarishga qaror qildi. Onasi unga o'sha tanlagan ishingga boraver. Endi men senga ona emasman dedi. Mus'ab onasiga yaqinroq kelib, "Ey onajon, men sizga nasihatchi va mehribondurman. Bas la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik bering" dedi. Onasi g'azablangan holda asabiylashib, "Olihalarga qasamki, sening diningga aslo kirmayman. Aks holda ustimdan kulib, aqlimni zaif deyilishiga sabab bo'laman" dedi. Shunday qilib Mus'ab to'kin sochin ne'matlar bilan to'la bo'lgan hayotdan faqirlik va muhtojlikka to'la hayotga chiqdi. Go'zal va qimmatbaho kiyimlarni kiyib yurgan xushbo'y yigit dag'al, eski va yamoq kiyimlarni kiyib, bir kun to'q, bir necha kun esa och yuradigan insonga aylandi. Lekin uning go'zal ruhi, iymonining pokligi va Allohning nuri bilan to'lib toshganligi, ko'zlari nurga to'lgan, qalbi poklik bilan toshgan boshqa insonga aylangan edi. Shu vaqt Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mus'abni buyuk bir vazifa uchun ixtiyor etdilar. Uni Madinaga payg'ambarga bay'at bergan ansoriylar uchun din ilmidan ta'lim beradigan muallim qilib yuborishni iroda etdilar. Mus'ab ibn Umayrning vazifasi bu bilan cheklanmay, balki hali islomni qabul qilmaganlarni dinga da'vat etish va Madinani payg'ambar alayhisalomning buyuk tashriflariga tayyorlashdan iborat edi. Mana shu paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablari orasida Mus'abdan yosh jihatidan ulug'roq, obro' jihatidan yuksakroq, qarindoshlik jihatidan janobimizga yaqinroq kishilar juda ko'pchilikni tashkil etardi. Ammo payg'ambar alayhisalom Mus'abul Xoyrni ixtiyor etdilar. Chunki janobimiz eng xatarli ishlardan birini kimning zimmasiga yuklashni, tez kunda hijrat diyori, da'vat va da'vatchilar markaziga aylanishi kutilgan Madinani kimning qo'liga topshirishni juda yaxshi bilar edilar. Mana shu bilan islom dinining taqdirini Mus'ab ibn Umayrga yukladilar. Ibn Umayr buyuk yaratuvchisi in'om etgan aqliga tayanib, Allohdan madad so'ragan holda bu xatarli ishni o'z bo'yniga oldi. Mus'ab Madina aholisining qalblarini o'zining zuhdi, taqvosi, ixlosi va muhabbati bilan oziqlantirdi. Bas ular Allohning diniga guruh-guruh bo'lib kirdilar. Payg'ambar alayhisalom Mus'abni Madinaga yuborayotgan paytlarida Madina musulmonlari 12 kishidan iborat edi xolos. Lekin bir necha oy ham o'tmay ularning soni keskin ko'paydi. Kelasi yilning haj mavsumida Madinadan 70 kishidan iborat bo'lgan musulmonlar guruhi payg'ambar alayhisalomga bay'at berish uchun Mus'ab ibn Umayr boshchiligida Makka ga yetib keldi. Mus'ab o'zining farosati, mardligi, aql va zakovati bilan payg'ambar alayhisalomning uni ixtiyor etganliklari haq ekanini isbot etdi. Mus'ab batahqiq o'zining vazifasini anglar edi. Shu sababdan u o'zini Allohning diniga chaqiruvchi, insonlarni hidoyat va to'g'ri yo'lga chorlovchi va xuddi payg'ambari kabi faqat yetkazuvchi ekanini yaxshi bilardi. Bir kun Asad ibn Zurora xonadonidagi ziyofatda Mus'abning yuksak zakovat egasi ekani yaqqol ko'rindi. U majlisda insonlarga yumshoqlik bilan Allohning oyatlarini tushuntirar edi. Birdan Madinadagi Banu Abdil Ashhal qabilasining sayyidi Usayd ibn Huzayr qilichini yalang'ochlab, g'azab va nafratda Mus'ab tomon yaqinlashib kela boshladi. Usayd ibn Huzayrning fikricha, Mus'ab uning qavmini ota-bobosining dinidan qaytarib, ya'ni olihalarni tark etishga chaqirib, hech kim ilgari bilmagan va ko'rmagan yagona Allohga da'vat etmoqda. Ularning olihalari esa o'zlari bilan birga doim yonma-yon bordi-yu, birortalari ularga muhtoj bo'lsalar, olihalarning makonini topib, so'ngra yuzlarini ular tomonga burib, xohlagan duolarni qilishlari mumkin edi. Ammo Muhammadning ilohi mana bu elchining aytishiga qaraganda hech kim uning makonini va o'zini ko'rishga qodir emasmish. Bu holatni ko'rgan Mus'abning atrofidagi musulmonlar qattiq vahimaga tushdilar. Lekin Mus'ab xotirjam o'tirishda davom etdi. Usayd g'azab bilan Mus'ab ibn Umayr va Asad ibn Zuroraga xitob qilib, "Senlarni bizning mahallamizga kim chaqirdi? Zaiflarimizni mazax qilyapsanlar. Agar hayotdan ko'z yumishni istamasalaring, bu mahallani tark qillaring" dedi. Mus'ab esa o'zining buyuk xotirjamligida davom etib, unga shunday dedi: "Biz bilan biroz o'tirib, so'zimizni tinglamaysanmi? Agar so'zimizga rozi bo'lsang, uni qabul qilasan. Agarchi rozi bo'lmasang, biz sening mahallangni tark qilamiz." Usayd tushungan aqlli kishi edi.
o'zicha fikrlab, Mus'abning so'zi haq ekanini tushundi. To'g'rida, Mus'ab uni biroz tinglashga chorlayapti, o'ziga narsaga emas. Agar qanoat hosil qilsa, Mus'abni tinch qo'yadi. Bordi-yu qanoat hosil qilmasa, Mus'ab uning mahallasini tark qiladi. Usayd haq so'zlading dedi. So'ngra qilichini qiniga solib eshitishlik uchun Mus'abning yoniga o'tirdi. Mus'ab unga biroz Qur'on tilovat qilib, Muhammad alayhisalom keltirgan da'vatni sharhlashi bilanoq Usaydning yuzlari va ko'zlari yarqirab ketdi. Mus'ab so'zini tugatmasdanoq Usayd ibn Huzayr unga va u bilan birga o'tirganlarga "Bu qanday ham go'zal va haq so'z ekan. Bu dinga kirmoqchi bo'lgan kishi nima qilish kerak?" deb qichqirib yubordi. Mus'ab unga dedi: "Kiyimini va badanini poklab, so'ngra Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad alayhisalom uning elchisi ekanligiga guvohlik beradi." Usayd bir fursat ko'zdan g'oyib bo'lib, so'ngra sochlaridan suvlar tomib turgan holda qaytib paydo bo'ldi. Va o'sha zahoti Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad alayhisalom uning elchisi ekanligiga guvohlik berib, islom dinini qabul qildi. Bu xabar go'yo nurdek har tarafga tarqalib ketdi. So'ngra Sa'd ibn Muoz kelib, Mus'abning so'zini biroz tinglagach, qanoat hosil qilib iymon keltirdi. Sa'd ibn Uboda ham unga ergashib iymon keltirdi. Madina bu 3 sayyidining iymonga kelishi nihoyatda olamshumul ish edi. Ularning islom dinini qabul qilganliklarini eshitgan Madina ahli bir-biriga yuzlanib, agar Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Muoz va Sa'd ibn Uboda kabi ulug'lar iymon keltirishgan bo'lsa, biz nima uchun ulardan ortda qolishimiz kerak? Yuringlar, Mus'abning huzuriga iymon keltiraylik deb aytishdi. Payg'ambar alayhisalomning eng birinchi elchilari misli ko'rilmagan yutuq va muvaffaqiyatlarga erishdi. Butun Madina ahli iymon keltirib, islom dinini qabul etdi. Albatta, Mus'ab bunday yutuqqa haqli edi. Kunlar ketidan kunlar, yillar ketidan yillar o'taverib, Payg'ambar alayhisalom va u zotning sahobalari Madinaga hijrat qildilar. Quraysh mushriklarining musulmonlarga bo'lgan adovati yanada kuchaydi. Ular musulmonlarga qarshi kurashishlik uchun jangga hozirlik ko'ra boshladilar. Natijada Badr g'azoti bo'lib o'tdi. Unda mushriklar mag'lub bo'lganliklari sababidan o'ch olish uchun Uhud jangiga to'plandilar. Musulmonlar ham bu jangga hozirlik ko'ra boshladilar. Bu jangdan avval Payg'ambar alayhisalom musulmonlarning saflari orasidan bayroqdor bo'lishga munosib kishini izladilar. Kim deb o'ylaysiz? O'sha munosib kishi. So'ngra Mus'abul Hayrni yonlariga chaqirib bayroqni unga tutqazdilar. Qattiq jang boshlanib ketdi. Urush o'zining eng qizg'in pallasiga kirganda mushriklar mag'lub bo'lib ortga chekina boshladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tog'ning yuqorisida turishga amr qilgan kamonchilar guruhi